神奇的怪物数学小分队。Qo'shiq kichik atirti. Hey, qarag'ana, tomoq tanlaydigan g'alati maxluq bizga tug'ilgan kun o'ltirishiga qatnash taklifnomasi beribdi. Rasmal Lili, biz uchimiz hammamiz baramdoq. Shundaq-ku bu. Sen, Makis, men uchimiz hammamiz boramiz. Bek yaxshi bo'ldi. Xo'p, tug'ilgan kun yig'ilishi. Jan, biz yana yig'ilishga baramdoq. Chiqraq ekran doim-ku uni qo'rqitib yetadi. Chiqraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika atirtishi paydo bo'ladi. Bu Zishi g'alati maxluq ekan. Yaxshimisiz, Zishi g'alati maxluq? Yaxshimisilar, g'alati maxluq matematika atirtidikilar. Bizni akangizdan tug'ilgan kuni o'ltirishga chaqirganingizga rahmat. Sizlardan kechirim so'rayman. Bu o'ltirishni bekor qilib o'tdim. Nimishqa? Men ukam tamoq tanlaydi, g'alati maxluq. Intayin tamoq tanlaydi. Sizlar bilasizlar-ku, deyman. Biz bilamiz. O barliq ishni ko'ngildagidek qilmasi bo'lmaydigan odati bor. Hatto uning tug'ilgan kuni o'ltirishining so'g'atlarimi ko'ngildagidek bo'lmasa bo'lmaydi. Biroq o so'g'atlarni u yoqtiradigan shaklda o'rashga vaqtim yo'q. Sizga so'g'atlarni o'rab beraylik. G'alati maxluq matematika atirtidiklar hozir yo'lga chiqadi. Tezroq kelinglarmisa. Biz Zishi g'alati maxluqiga yordam qilib, akasining tug'ilgan kuni o'ltirish so'g'atlarini o'rab berishga yordam beraylik. Biz g'alati maxluq matematika o'qimida foydalanib hal qila olamiz. Chunki g'alati maxluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atirtiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindigingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartni so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rinishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartni so'zi bo'lsa, Sixim. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Sixim. Hozir demaysan-ku, kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andinligin. Ma'qul Lili. Mayli g'alati maxluq matematika atirti. Biz Zishi g'alati maxluqning so'g'atlarini o'rab egilib boraylik. Kaginlardan to'lib xursand bo'ldim. G'alati maxluq matematika atirti. Hozir har bir sandiqda eng yeyishli bo'lgan g'alati maxluq ushaq-tushak yemak ishlar bor. Burun tamlik meva o'tmasi, chirag'an jigar qiqi, qiziqarliq, mayliq top, yana qarqoshilgan chaqmoq qand degandek. Her bir soğuk xaltalarga azraqdan ushaq-tushak yemeklerini salamdı. Azraq emas Lili. Ushaq-tushak yemeklarning soni cho'qim eriq bo'lish kerak. Men sizlarga ko'rsatib qo'yay. Biz oldi bilan quruq so'g'at xaltasini olamiz. Ondan burun tamlik meva o'yitmasida bir qo'shiq solamiz. Bir 2-3 qo'shiq chirg'an jigar qiq solamiz. Bir 2 qo'shiq chirg'an jigar qiq solamiz. Bir 2-3 qo'shiq qiziqarliq mayliq top solamiz. Ondan keyin yana bir 2-3-4 qo'shiq qar qo'shilgan chaqmoq qand solamiz. Mana bundaq. Bir so'g'at xaltasini to'shqizish uchun shunchalik narsa salamdi. Shundaq. Shu emaslarning yordamiga muhtoj. Bularni o'zim yolg'iz qiladigan vaqtim yo'q meniki. Biroq biz birlikda qiladigan bo'lsak, nihoyat tezda so'g'at xaltalarini to'shqizib bo'lamiz. G'alati maxluqlar, qo'shiqni elinglar. Bo'ldi, birodarlar, usishni boshlaylik. Bir 2 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 Oy! Ben bardaşıq verəmədim. Toxtanglar! Hər bir soğat xaltısıga bir qo'shiqli ushaq-tushak salsaq bo'lmamdi. Mushundaq bo'lsa oddiy bo'ladi. Biroq mening ukam undaqni amaydi. Undaqda biz qanday qilsak bu so'g'at xaltalarini eng tez suratda qachlab bo'lamiz. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Sig'im, ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. Men 3 kishi sanayman. 1 2 3 Sig'im. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rsatkich ekrani keldi. Bir g'alati maxluq bor bo'lib, bu o'zining armikini beqiyotdi. Menimcha u armikni yana ozroq qasdi bo'ladi. Uning qo'shiqi bir oz kichikkan. Chiqim ekran usul bo'lmaydi. Bu qo'shiqning sig'imi bek kichikkan, aram mushikli narsani usiyalaydi. Bu qo'shiq bek cho'kkan, nurg'un yemeklarni usiyalaydi.
bək çoğ çıqı yeməkliklərini usiyalaydı. Bir qoşuqla əmi yeməkliklərini onuğa beralaydı. Baqqal pis bo'ldi. Kekiradigan bo'ldi. Uning kekirga g'alati maqsadni cho'chitib etdi. Vah, sig'im deganimiz bir narsaning ichiga qanchalik narsa sog'ilib bo'ldiganligini bildirdi ekan. To'g'ri deding ku. Agar ajimi kichik bo'lsa, uning sig'imi tan kichik bo'ladi. Agar ajimi cho'ng bo'lsa, uning sig'imi masalda cho'ngiydi. Sig'im deganmi matematikalik so'z bo'lgan ekan. Biz g'alati matematik tuxumidan foydalanaylik. Oy! Makiz, bayam har birimiz bir qo'shiqni ustalasak, bek ati bo'ldi degan esingda bormi? Esimda. Biz sig'imga munosabatli bilimni o'rgandik. Menimcha biz endi qila olamiz. Qanday qilamiz? Biz faqat o'xshamagan cho'ng kichiklikdagi qo'shiqlarni olsak bo'ladi. Siz ishi g'alati maxluq, yana boshqa qo'shiqlar bormi? Zeşe g'alati maxluqning hamma qo'shiqlari bor. Mening bu qo'shiq sanduqimda hamma turlari bor. Mana qaranglar. Qaranglar. Bu seriq rangli qo'shiq yeshil ranglikdan cho'ng ekan. Biz buning sig'imning qanchalik ekanligini ko'rib boqaylik. 1 2 qo'shiq cherg'an jigar qiqi. Bu seriq rangli qo'shiqning sig'imi 2 qo'shiq yeshil rangli qo'shiqning sig'imichilik keldi ekan. Dal menga kerakli sig'im ekan. Hozir men bir qo'shiqni usalaydigan bo'ldim. Hey, bu ko'k rangli qo'shiqning sig'imi balkim qisqarliq mayliq to'pni usishga mos kelishi mumkin. Bu ikki qo'shiqning qaysisi 4 qo'shiq chaqmoq qandni usishga mos keladigandu. Har ikkilisi o'xshaysa cho'nkan. Biroq qizil rangli qo'shiq binafshi rangli qo'shiqdan cho'ngroq ekan. Eng yaxshisi ikkilisini sinab boqay. Men bilan birga sinab boqamsiz. Bu ko'k rangli qo'shiq 3 qo'shiq qisqarliq mayliq to'pini sig'dira olamdi yo'q? Qarab boqaylik. Bo'ladi. 1 2 3 Vah! Men hozir bir qo'shiq bilanla usalaydigan bo'ldim. Biz birlikda binafshi rangli qo'shiq 4 qo'shiq qor qo'shilgan chaqmoq qandni sig'dira olamdi yo'q? Qarab boqaylik. 1 2 3 4 Nayt yaxshi bo'ldi Makiz. Bu binafshi rangli qo'shiqning sig'imi 4 qo'shiq yeshil rangli qo'shiqning sig'imiga barobar ekan. Bo'ladi. Qaraganda endi bu qizil rangli qo'shiqni sinashning o'rni qolmabdi. Oy! Baqal soldi. Hozir hammamizdan mos keladigan qo'shiqlarda ushaq-shushaq yemekligini qanchilsak bo'ladigan bo'ldi. Amsi biz sizni bu so'g'at qachilaylik do'stlar. Opla, meni qo'shiqim tushib ketdi. Saqlab turinglar. Bo'ldi. Birodarlar, usishni boshlaylik. To'xtanglar birodarlar. Men bir qo'shiq qor qo'shilgan chaqmoq qandni salsam, so'g'at qaltisiga patmadi-ku. Qor qo'shilgan chaqmoq qand eshib ketdi. Yo'q, qayerdan masal chiqqanda endi? Sizlar raqamli g'alati maqluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqluq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Sig'im. Undaqda biz birlikda deymiz. Men 3 kishi sanayman. 1 2 3 Sig'im. Qaltisqo, g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. Bir kichikchilik suvning sig'imi kichik hajmda. Bir o'tirahajlik suvning sig'imi o'tirali hajmda. Bir cho'ngchilik suvning sig'imi cho'ng hajmda. Bu g'alati maxluq texnik ko'p hajmdagi suvga ehtiyojli. U o'zining yuyinish ko'chkini suv bilan to'ldirmoqchi. Bir kichikchilik suvning sig'imi kichik hajmda. Bir cho'ngchilik suvning sig'imi cho'ng hajmda. Ko'p bo'lib ketdik. Ko'lchak patqizilmadi. Bir kichikchilik suvning sig'imi kichik hajmda. Bir o'tirahajlik suvning sig'imi o'tirahal hajmda. Qaltis bo'ldi. Ko'lchak dal joyda to'shdi. Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani. Dal mushunga o'xshamagan narsaning o'xshamagan sig'imi bo'ladi. Matematik ko'rsatish ekranidagi g'alati maxluq xato sig'imdagi chelikni ishlatgan. Shuning bilan ko'lchaklashib chiqib ketgan. Xuddi Makiz cho'ng qo'shiqda qor qo'shilgan chaqmoqqa solganga o'xshash. So'g'at xaltisi tishib ketdi. Balki Makiz ishlatgan qo'shiqning sig'imi to'g'ri emas-ku. Biroq men tekshirib qilgan tursam, uning ustiga bu qo'shiq 4 dona yeshil rangli chaqmoq qandning sig'imi bilan teng ekanligini biladigan tursam. Mening esimda qilishcha, sening qo'shiqing binafshi rangli edi. Bu sening deganing to'g'ri. Go'vo. Binafshi rangli edi. Balkim uning rangi o'zgarib qolgan o'xshaydi. Men qarab boqay. Binafshi rangli qo'shiq. Bayam sening qo'shiqing tushib ketgan. Shu vaqtda ehtiyotsizlikdan xato qilib qolgan o'xshaysan.
Ha, balkim. Makiz, sening so'g'at qachiqqa qachirgan yemekliking xato bo'lib qapti. To'g'ri, birodarlar. Joyinglar qaytinglar. Davomli usayli. Qaltis bo'ldi. Qıpıldak. Tug'ilgan kuninga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tamomlaydigan g'alati maxluq. Bularning hammasi tug'ilgan kuni o'ltirishidagi so'g'atlarmi? Ben qaltis bo'pti. Bu so'g'atlar bek yaxshi bo'pti. Biz bu so'g'atlarni xachlab bo'ldik. Mehmonlar keldi. Dal vaqtida qilib bo'ptimiz. Biz sig'img'i munosabatli bilimlarni o'rgandik. Shunga qalbi qila oldik. Şuna albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yangrtayli. Amisi 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematik bilimlarni qalbi qilib ishlatdik.